Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqobil lahiyaliguvchi A. Aqxon. Vahiy bilan aql asla zidlashib qolmaydi. Aql bilan vahiyning, din bilan fanning zidligi haqidagi qarashlar o'rta asrdagi g'arb jamiyatida yuz bergan xristian din arboblari bilan fan olimlari orasidagi bir qator surkilishlar bilan munosabatlik. Bu surkilishlardan keyin dinni fandan ayirib qarash, dinni jamiyat va boshqa sohalarga aralashtirmaslik xohishlari avj olib keldi. Bugungi davr sekularizm ideyasini yuqoriqidagi fojialarning yaqinqi asr mobaynidagi gavdalik ifodalardan biri deb qarashga bo'ladi. Ayni davr sharoitidan shuni ko'rib olgan bo'ladiki, xristian jamiyatida keng ko'lamda avj olgan diniy passivlik va fanga tutgan xurafiy pozitsiyalar shu davrdagi fan tarafdorlarining dinning ibodatgohlarining sirtida hukmronlik qilishiga qarshi turishini keltirib chiqargan. Mohiyatda bu dindorlar bilan fan sohasidagilar orasidagi surkilishning amaliy ifodalaridan bo'lib, ilm-fan inqilobidan keyin bu uchqun barbara azaldan bir-biri bilan ittifoq o'tib, o'zaro qo'llab kelayotgan fan bilan din, aql bilan vahiyning munosabat pilkiga cho'g' tashlashdan xoli bo'lolmadi. Ana shuningdan bo'yan sharq dunyosidami g'arb jamiyatidan kamsinish, ularning madaniyat va ilm-fan haqidagi yuqorida qarashlarini madaniyat, dunyo qarash, qimmat qarash, axloqiy qarash va din diyonat qatorliq jihatlarda tubdan farqlanib turadigan sharq dunyosiga so'rab kirish to'lqini paydo bo'lishga boshladi. Halbuki sharqda din hamisha fanning yanida, fan hamisha dinning moslashishida o'z o'rni va martabasini tepib kelayotgan edi. Sharqda din va fan orasida zidlikni da'vo qilish texi yaqinqi asrlarda islom dunyosiga savol sifatida tashlandi deyishga bo'ladi. Amaliyotda bu jarayonlar maydonga kelishdan burunla mazkur tema haqida islom olimlari allaqachon ilmiy javob va bayonotlarni o'tirg'a qo'yib bo'lgan edi. Hozirgi davr fan taraqqiyotining o'lini tiklagan Kindi va Farabiydan boshlab toki Ibn Rushdgacha bo'lgan buyuk allomalar din va fanning asla bir-biri bilan zidlashib qolmaydiganligini amaliy natijalar orqali isbotlab berishgan. Darvaqa islom dini nuqtai nazaridan din va ilm-fan orasida zidlik yo'q. Chunki din Allohning huzuridan insoniyatni baxt saodatga erishtirish uchun nozil bo'lgan dasturdir. Aqlmi xuddi Imom G'azali ta'bir berib aytganidek, Allohning nuridan bir parchadir va inson uchun buyuk ne'matdir. Ana shundoq bo'lg'achqa, inson koinotdagi mavjudotlar orasida hurmatlangan va ilohiy yetakchilik orqali sharaflantirilgan. Shundaqla dinning barliq shar'iy hukmlari haqidagi taklif yuklanmalarning insonning zimmasiga yuklanishida aql asosli rol o'ynagan. Dinning kelish o'rni Allohning huzuri bo'lganidek, aqlning kelish o'rnimi Allohdir. Chunki aqlmi Allohning maxluqi. Ma'lumki, Alloh tarafidan kelgan haqiqat faqat birdir. Madamiki mazkur ikki narsa Allohning huzuridan kelgan ekan, din elib kelgan qilsig'mas haqiqatlar bilan aql farosatning yaqinqi davrdagi buyuk mahsuli bo'lgan ilm-fanning isbotlab chiqqan ilmiy haqiqat va natijalari asla zidlashib qolmaydi. Jumladan islom aqidasida kelgan ilohiy haqiqatlarmi buning ichida. Aql va naqlning din va fanning zidlashib qolmaydiganligini ta'kidlagan ekanmiz, shu narsa aniq bo'lishi kerak. Bu yerdagi zidlashib qolmaslik har ikkisida ilmiy va ishonchlik isbot orqali muayyanlashgan haqiqatlarda ifodasini topadi. Keskin dalillanmagan ilmiy nazariya va bayqashlar yoki sahihlik martabasiga to'shmaydigan naqliy bayonlar orasidagi zidliklarni aql va naql orasida zidlik bor degan da'voga pokit qilib ko'rsatish ilmiylik bo'lmaydi. Ko'pincha holda aql va naql orasida zidlik bilingan hodisalar amaliyotda aqliy haqiqat bilan naqliy haqiqat orasidagi to'qinish bo'lmasdan, aksicha kishilarning tushunish va tafakkur qilishidagi farqlardan kelib chiqqan to'qinishdir. Imom Yusuf Qaradaviy bu vaqtda bunday deydi: Biz shunga ishonamizki, sahih naql bilan sog'lom aql isbotlab chiqqan haqiqatlar orasida zidlik yuz bermaydi. Amaliyotda biz doim sog'lom aql bilan sahih naql orasida aql orqali isbotlangan haqiqat bilan din va shariat isbotlagan haqiqat orasida o'zaro qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lib kelganligini ko'rib kelyapmiz. Bunday deyishimizning ilmiy asosi shuki, aql Alloh tarafidan berilgan bir ne'mat, vahiymi o'xshashla Allohning ne'mati. Har ikkisi mehribon va marhamatli Allohning ilohiy asarlaridan bo'lib, Allohning asarlari orasida to'qinish va zidlik bo'lmaydi. Bar deyilsa, bu albatta kishilarning tushunchalaridagi farqdan kelib chiqqan zidlikdir. Chunki ba'zilar qisman ishlarni dinning yildiz masalalari deb qarab, u vaqtda munozara qiladi.
qarish fikr qilganlarni har xil nomda ayblab ketadi. Masalani cho'nqur tadqiq qilib ko'rganda, masalaning din bilan qilcha aloqasi yo'qligi, birovlar tarafidan zo'rg'a din doirasiga kirgizib qo'yilganligi oydinlashadi. Yana ba'zida ish aksicha bo'lib qoladi. Alayliq ba'zilar ilm-fan sohasida o'tirg'a qo'yilgan nazariya va ilmiyligi da'vo qilingan bir qism natijalarni aql isbotlab chiqqan va ilmiy faktlar bilan muayyanlashtirilgan o'zgarmas haqiqatlar deb qarab oladi. Amaliyotda bular faraz yoki farazga tayinib betilgan bayon va yoki ehtimollikqa ega ilmiy xulosalar bo'lib chiqadi. Buningga yangi zamon darvinizmchilari e'tirof qilmaydigan koni Darwin nazariyasi, koinotning shakllanishi haqidagi qadimgi faylasuflarning ilm-fanni orqa ko'rinish qilgan bir qator nazariyalarni misol tariqasida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Xulosa shuki, islom dini tunji vahiy farmonini o'quv deb boshlagandan e'tiboran bilim ma'rifatni tashabbus qilib kelmoqda. Shundaqla ayol deb ayirmasdan foydali ilmlarni o'rganishni har bir musulmon shaxsga farz qilib bekitgan. Shunga u olib kelgan vahiy haqiqatlarining insonlar aqliyatining mahsuli bo'lmish ilmiy haqiqat va sog'lom asosga ega nazariyalar bilan to'qnashib qolishi asla mumkin emasdir. Aksicha bo'lgandimi ham shundoq. Mana bu islom dinining, jumladan islom aqidasining ilm-fan va aqliy haqiqatlarga tutgan o'zgarmas maydonidir.